Bismillahirrahmanirrahim. Biz de bugün günde elhamdülillah manarani ko'tara başladık. Endi bek ko'p so'zlar yurdi. Masjidning manarasi bo'lmaydi deb nahar ko'rsatamiz. Manara inshaalloh bo'lacak. Masjid uzoqlanmoqcha ko'rina boshlayacak. Masjid ekanligi ham bu manarani tuzish uchun endi bizning shahar xalqi o'xshashidi. Ham shu shoxchalarni hozir endi material olinib, brigadani chaqirtib, alhamdulillah ishlarimizni boshladik. Manaraning biyikligi 28 metr bo'lacak. Endi manaraning bizning bo'lacak monolitni betondan brigada shuni hozir ishli, apalpa qo'yalar. Shundagi boshqishining ansin ular kelgancha ishlay boshlagan edik. Endi svarshiklar bu boshqishlarining 105'inde endi yasab qo'ydilar. Hozir ularni ana so'ngroq anda ishga turba qo'yib, shunga to'tashtirib qina shag'asi bo'lacak. Manara ko'tarmaganda hali ish bitmay. Hali masjidning ishida, tishida ishlarimiz bek ko'p hali. Ham tishqa yoqdan masjidni tishlaw. Shunga ko'ra hali bu ishning boshlig'ini biz stena ko'tarib, tuga yopib qina to'xtamadik, ham to'xtamaymiz da. Ishlarimiz har kunni akin-akin olg'a bora. Ham biz sizning endi yordamingizga, sizning duolarga biz muhtojmiz. Ham inshaalloh Allohning yordami bilan, ham sizning yordamingiz bilan bu masjidni biz tez orada tuzib bitiramiz.